Aynan sen kutgan on keldi. Turon maktab teatri 3-mavsumiga start berdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika kelajak markazi tomonidan maktablardagi teatr studiyalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash va teatr san'atini rivojlantirish maqsadida katta sahna eshiklari yana ochilmoqda. Tanlov 3 bosqichda, tuman, shahar, hududiy hamda respublika bosqichlaridan iborat. An'anaga muvofiq tanlovning respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa xorijiy davlatga ta'lim sayohati bilan taqdirlanadi. Ishtirok etishga tayyormisan? Unda maktab jamoang bilan 28-fevralga qadar Turon teatri pastki chiziqcha bot orqali onlayn ro'yxatdan o't. Teatr bu tarbiya maskani. Sahna seni chorlaydi.